Qo'llashdi, okalar. E'tibor beramiz, gips karton eniga kesilgan bo'lishi kerak. Suvni o'rta me'yorda surib turib, to'kilish radiusiga qarab. Suv ustida halqob bo'lib qolib ketish kerak emas, bir xilda surilish kerak. Birinchi eniga, keyin ikkinchi etapda uzunasiga. Suv ustida qo'l yurganda omiga yurish kerak. Ikkinchi etap. Yana eniga hamma nuqtasiga bir xilda miqdorda tegish kerak suv. Va uzunasiga. Shunda gips kartonga suv shimayotganda kletka hosil bo'ladi. Bu bukayotganda sinish oldini oldiradi, xudo xolasa. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, akalar, like, repost, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Joningizga sog' bo'lsin.